Onalarni ko'p qiziqtiradigan savollardan bu. Bolalarning oyoq o'qi yoshga qarab o'zgaruvchan bo'ladi. Bola tug'ilgandan 2 yoshgacha ularning oyog'i o'simon shaklda bo'ladi. 2 yoshdan keyin tizza bo'g'imlari bir-biriga yaqinlashib, ikkisimon shaklga o'tadi va bu holat 6 yoshdan keyin me'yoriy o'qi to'g'rilanadi. Bu fiziologik qiyshiqliklar hech qanaqa davo muolajalarini talab qilmaydi. Lekin ortoped shifokorlari ko'rganda bu fiziologik egrilik me'yoridan ortgan bo'lsa, shundagina maxsus davolash usullari tavsiya qilinadi. Bolalarning oyog'i, normal o'qi, qiyshiqlik darajasi ortgan bo'lsa, birinchi oddiy tekshirish usuli bu rentgen tekshiruv usuli. Bolalar oyoqqa chanoq son bo'g'imidan to'pig'igacha to'g'ri proyeksiyada olingan rentgenografiyada qiyshiqlik burchagi o'lchab ko'riladi. Agar bu qiyshiqlik burchagi normadan ortiq bo'lsa, unda davo tavsiya qilinadi. Bularni yoshiga qarab davo usullari massaj, fizioterapiya davolari yoki korreksiyalovchi gipsli bog'lamlar qo'yish. Undan keyingi davo muolajasi bu operativ davo usuli hisoblanadi.